смотрел мяч, кому это? Он мог будильник свистнуть, если мяч организовал. Я сделал. А to'g'rilab o'pdi. Я сделал. 3 минуты. Даврончик, позови, пожалуйста. 3 минуты. Секунду лишь, что ли? Komandamizmi? Qaysi tomon? Chapgami? Qaysi tomon? Ketamiz. Все, мы готовы. Музыка будет? Oybek aka. На центр сюда лицом, да? Ты с той стороны стоишь, они Nani koy var. Так, вспомнил, я живой. Нам кто обнаженный?
Sanjar. Nikita Kalva. Ziyad. Желтый поставил. Думал, кто-то там. Баладыга красный желтый. Он оказывается Санjar. Легко сломался. Дом сломался. Давай быстрее двигайся. Кетти. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizni yana bir bora Qarshi shahridagi Geolog sport majmuasiga taklif etamiz. Futzal bo'yicha 4-tur uchrashuvlar, birinchi davra bahslarini yakunlab beradigan o'yinlar bo'lib o'tmoqda. Aynan Qarshi shahri mezbonlik qilyapti va 4-turning 2-kuni so'nggi o'yin boshlanish arafasida. Bugun kunga ham odatdagidek 3 ta uchrashuv belgilangan edi. Ulardan ikkitasi o'z yakuniga yetib bo'ldi. Demak, kunning birinchi bahsida Surxon hamda Neftchi jamoalari o'zaro bahs olib borishdi mana shu maydonda. Bahsda g'olib nomiga oydinlik kiritilmadi. Tomonlar 2-2 hisobidagi durang natijani qayd etishdi va xuddi shu hisob keyingi uchrashuvda ham kuzatildi. OKMK hamda Lokomotiv o'rtasidagi bahsda ham muxlislar 2-2 hisobidagi durang natija guvohiga aylanishdi. Shundan keyin jadvalda OKMK jamoasi yo'qotishga duch kelyapti. Bu qolganlarga imkoniyat bo'lishi mumkin. OKMK BNBni eng yaqin ta'qibchisi edi. Kechagi g'alabadan keyin, darvoqe BNB kecha Lokomotiv ustidan zafar quchdi. Kechagi g'alabadan keyin BNBning ochkolar soni 28 ga yetdi. Bugungi kun bahslarini BNB o'tkazib yuboryapti. OKMK bugungi o'yindan keyin durang natija qayd etdi va ochkolari 25 ta bo'ldi. Eng yaqin ta'qibchi bu Oil Star edi. Oil Star jamoasi ham bugun maydonga tushgani yo'q, bahslarda ishtirok etmadi. Lekin endi vaziyatdan foydalanib qolishi mumkin. SQB jamoasi hozir 22 ochkosi bor. Ahamiyat bering, OKMKda 25 ochko, Oil Starda 23 ta ochko, SQB 22 ochkoga ega va bugun agar hozir SQB jamoasi vakillari Nasafga qarshi bahsda ancha kayfiyat a'lo darajada. Nasaf jamoasi bosh murabbiy Alisher Yusupovni ko'rdingiz. Demak, bugun agar SQB g'alaba qozona oladigan bo'lsa, Nasafga qarshi bahsda ochkolar borasida OKMK bilan tenglashadi. Ikkala jamoada 25 tadan ochko bo'ladi. Oil Stardan o'tib ketadi. Lekin Oil Starning zaxirasida o'yini qolgan bo'ladi. Ya'ni hozir Oil Star 10 ta o'yin o'tkazgan, OKMK 11 ta o'yin o'tkazib bo'ldi. SQB 11-o'yinida ishtirok etish uchun maydonga chiqdi. Yana qiziq tomoni, SQBning eng yaqin ta'qibchisi bu aynan Nasaf jamoasi. To'g'ri, o'rtadagi farq ancha-muncha katta. O'z emas, ko'p emas, 7 ochkoni tashkil etadi o'rtadagi farq. Akmal Hazratqulov ochig'i sal boshqacharoq holatni kutgandim, qaysi ma'noda. SQB jamoasida o'zi umuman kuchli darvozabonlarga ega bo'lgan jamoalarda, buni O'zbekiston chempionatini avvalgi mavsumlarda boshqa jamoalardan ham kuzatgandik. Bosh murabbiylar tez-tez rotatsiya qilishadi. Ya'ni bitta o'yinda bitta darvozabonga o'yin amaliyoti berilsa, keyingisida boshqa darvozabon turadi. SQB tarkibida Ravshan Eliboyev bor. Kecha SQB jamoasi Dinamoga qarshi bahsda ishtirok etdi. 6-0 hisobida zafar quchdi va tabiiyki bu muvaffaqiyatda Akmal Hazratqulovning ham ulkan hissasi bor edi. Chunki Akmalning to'p uzatishlari ancha aniq darajada, yuqori darajada bo'ldi va bir necha bor zarbalarda jamoasini qutqarganligini ko'rdik. Lekin kechagi o'yinda Akmal Hazratqulov turgandan keyin Konstantin Sviridov bizga namoyish etilgan murabbiy bugun balkim Akmal Hazratqulovni zaxirada qoldirib, o'rniga Ravshan Eliboyevni tushirarmikin degan taxmin bor edi. Bu taxmin
noto'g'ri bo'lib chiqdi. Akmal darvozada keling, mana shundan kelib chiqqan holda jamoalar tarkiblariga to'xtalib o'taylik. Darvoqe, mana shu hozir bosh murabbiy Alisher Yusupov, Akmal Hazratqulov bir paytlar Alisher Yusupov bilan birgalikda o'ynagan, o'zi qarshilik sobiq jamoasiga qarshi ona shahrida endi boshqa jamoa tarkibida faoliyatini olib boryapti Akmal Hazratqulov. Endi professionallikni ham esdan chiqarmaslik kerak. Va Alisher Yusupov jamoasi qo'l ostida ham o'ynagan edi, yaqin o'tmishda ham. Bir paytlar birgalikda ham o'ynagan Alisher Yusupov o'yinchilik paytida. Bugun esa mana shu jamoaga qarshi. Rasmiy mezbon maqomidagi jamoa bo'lsa qaba. Darvozada 12-raqamda Akmal Hazratqulov, 5-chi Mateus Francisco dos Santos, xorijliklarni to'liqligicha aytib o'taman ism shariflarini. 7-chi Akbar Usmonov, 9-chi Dilmurod Shavkatov, 22-chi Jonni Alejandro Ramirez Usuga yoki Ramirez. Zaxiradagilar 1-raqamda darvozabon Ravshan Eliboyev, 10-chi Sebastian Marjayev, 11-chi Christian Berrio, 15 Suhrob Rozmetbayev, 17 Doniyor Seydahmetov. Vaziyat bartaraf etildi. 19-chi Gustavo Machado, 20-chi Emerson, 21-chi Amal Uvraimov, 30-chi Jose Gregorio Payaro. Qisqa qilib aytganda Payaro. Mateus Francisco to'pni o'yinga kiritib berdi. Mana bu yerda o'yin qoidasi buzildi. Foul bor edi, qo'shilaman. Jamoa bosh murabbiyi Konstantin Sviridov. Xo'sh, Nasaf tarkibi darvozada 1-raqam ostida Ulanbek Chorobek o'g'li. Bu ham legioner. Dastlabki 4lik 1-kvartet Nasafda 2-chi Anasxon Rahmatov, 4-chi Ixtiyor Ropiyev, 9-chi Jasur Halimov, 17-chi Shohruh Norqulov. Zaxiradagilar 12-raqamda darvozabon Jasurbek Rizbonov, 16-chi Bektemir Mahmad Do'stov, 6-chi Xurshid Rahmonov. Olisdan berilgan zarba kuchli lekin noaniq. 8-chi Yerjan Baktibekov, 10-chi Mamasharif Halimov, 11-chi Asilbek Vafoyev, 13-chi Quvonchbek Jahonov, 14-chi Odiljon Asomov, 15 Samandar Rizoyev hamda 18-chi Sanjarbek Elmamatov. Jamoa bosh murabbiyini aytib o'tdim, Alisher Yusupov hamda uchrashuv hakamlari: 1-hakam Anatoliy Rubakov, 2-chi Umid Po'latov, 3-hakam Davronbek Akmalov. Vaqt uchun mas'ul bo'lgan hakam esa Sardor Sodiqov. Rasmiylar bahsni boshqarayotganlar mana shulardan iborat. E'tibor bering. Bugun mezbonlar maydonda harakat qilishyapti va tabiiyki geolog sport majmuasiga kelgan ishqibozlar soni kecha bo'sh edi. Bugun endi Nasaf jamoasi ishtirok etayotganligi uchun 4 soniyadan ko'proq vaqt sarflanmadimi? Nima bo'ldi? Chiziqning ustiga qo'yilmadimi? Xullas, to'pni o'yinga kiritishda qandaydir xato bo'ldi shekilli. Umid Po'latov diqqat bilan qarab turganda sanoq boshlandi. Bu yerdan zarba! Va! Ixtiyor! Ropiyevning zarbasi. Ropiyev hamda Akmal Hazratqulov ular ham birgalikda o'ynashgan terma jamoada vaqtida. Yana bir bor ko'ramiz. Ropiyev zo'r tushdi o'zi ham. Hamda bilasizmi, zo'r kelganligi o'z yo'liga qoyillatib zarba berish kerak. Bu zarbani amalga oshira oldi Ropiyev, biroq Akmal Hazratqulov tayyor ekanligini ko'rsata oldi. 0-0 hisob o'zgargani yo'q. Biz aytib o'tmadim, ancha-muncha qiziqarli uchrashuv bizni kutyapti deb. SQB tarkibida xorijliklar bor. Aslida xorijliklar Nasaf tarkibida ham yo'q emas, lekin Nasaf tarkibida terma jamoamiz vakillari bor. Jumladan Anasxon Rahmatovni ko'ramiz bu yerda. Bu yerda Ixtiyor Ropiyevning harakatini kuzatamiz. Qizig'i, yaqin o'tmishda birgalikda terma jamoa sharafini himoya qilganlar. Hozir Konstantin Sviridov bosh murabbiy, ammo uning murabbiylar shtabida Artur Yunusov bor. Yana bu yerda Javlon Anorovni ko'rishingiz mumkin. Klim Tugayev yaqin o'tmish bo'lganiga ham ancha yillar bo'lib qoldi o'zi. 7-8 yildan beri Klim Tugayev terma jamoaga jalb etilmay qo'ygandi. Ravshan Eliboyevlar avlodi chiqib kelishidan oldinroq, yaxshi bilasiz, juda uzoq yillar davomida Rustam Umarov edi darvozada. Umarovning sherigi terma jamoada
Bu Klim Tugayev edi. Keyin esa Tugayevning o'rnini Akmal Hazratqulov egallagan. Out Nasaf foydasiga. Mana Sviridov hamda Artur Yunusov Dilmurod Shavkatov bilan Akbar Usmonov zaxirada o'tirishibdi hozircha. Bahsni jingina kuzatgan holda Rubakov hozir Nasaf o'yinchilariga bir qadam surilishni so'radi, eshitishmadi. Bilmadim, men eshitgandek bo'ldim. Eshitishdim yo'qmi ular? To'p o'yinga kiritildi. Legionerlar bilan bahs davom etmoqda. Kecha juda katta hajmdagi ishni bajarib berishdi. Dar haqiqat kechagi uchrashuv davomida legioner o'yinchilarning o'rni qanchalik katta ekanligini ko'rish mumkin edi. Boyga vaziyatni ko'rmoqdamiz. Juda yaqin kelishdi gol urishga, lekin bilmadim bu yerda nima xalaqit qildi. Doniyor Seydahmetov Guto Xo'sh, hozir Payaro Guto Doniyor Seydahmetov hamda Emerson to'rtliga harakat qilyapti. Bu yerda foul yo'q shekilli. Nasafning hujumini ko'ramiz. Zarba kuchli tarzda. Halimov zarbani amalga oshiryapti. Mamasharif Halimov, ikkita Halimov bor, Jasur Halimov hamda Mamasharif Halimov. Bugungi bahsda Mamasharif Halimov ikkinchi to'rtlik vakili. Out. Doira sadolari eshitilishni boshladi. Sal kechikib bo'lsa ham qandaydir sozandalar kelishdi shekilli. O'yin boshida eshitganimiz yo'q edi ularni. Bu ham bir muxlislarimiz tomonidan taklif bo'lsa kerak. Ya'ni endi futzalda emas, adashdim shekilli, doirada o'ynaganman. Menimcha doira ham bor baribir. Katta futbolda arab mamlakatlariga qarshi bahslarda ko'p kuzatamiz, ko'p eshitamiz. Mana bu yerda to'p oldirib qo'yildi. Hisob ochilishi mumkin edi, lekin to'p o'tkazmadi Ulanbek Chorabekog'li. Arab mamlakatlari vakillari maydonda harakat qilsa, hamma yaxshi bo'ladi. O'ziga yarasha qandaydir musiqa asboblari bor va qo'shiq ham kuylab o'tirishadi. Mana bizning o'zbekcha variantini taklif etishyapti Qarshidagi geolog sport majmuasida. Mana bunday tarzda stadionlarga kelib muxlislik qilsa ham bo'lar balki. Olisdan berilgan zarba Ulanbek Chorabekog'li o'z o'yinida vaziyatni bartaraf etdi. Sekin-asta SQBning o'yinida hujumlar soni ko'payishni boshladi. To'p qo'l bilan o'ynaldimi yoki yo'qmi? Mana shunga
Chekirib yuborishdik. Mana bu imkoniyat. Halimov Mamasharif, Akmal Hazratqulov vaziyatni bartaraf etyapti. Hozirgina vaziyat yuzaga kelganda narigi tomonda, endi birdaniga bu tomonda bo'ldi. Biz oxirgi hujumni ko'ramiz, zo'r pas bo'ldi. Akmal o'ng qo'li bilan to'pni qaytarishga erishdi. Bundan oldingi vaziyatni agar takrorlab qilib namoyish etsa ham yaxshi bo'lar. Qoyil, u yog'i nima bo'ladi? Mana bunday zarba bo'ladi, lekin O'g'lanbek Shorabek o'g'li yonishni boshladi o'yin. Sekin uchqun chiqayotgandi. Shamol keldi, bu uchqunni alangalantirdi, bu yog'iga yonishni boshladi maydon. Ishtiyoq Nasafti yuqori, o'z muxlislari ko'z o'ngida harakat qilyapti. Sal oldinroqqa tashlanganda Jasur Halimov, lekin hech qisi yo'q. Mamasharif Halimov bor bu yerda zarba berish mumkin bo'lgan. To'p oldirildi. Fintlar sal ortiqchalik qildi. Keskinlik ortib boryapti mana bunisi endi. Akbar Usmonov. Shifokor kerak. Xo'sh. Yerjan Baktibekov. Akbar hozir to'p o'ynayapti, lekin narigi tomonda siqib o'yinchining ham aybi yo'q. Bir-biriga to'qnashib, Yerjan qo'li tananing tagida qolib, og'irlikning tagida qolib ketibdi. Bu og'riqli. Olisdan zarba, Ropiyevning zarbasi. Biroz bo'lsa ham nariroqqa qaytara oldi Nasaf. Faqat qaytara oldi, o'zi hujumga o'tishni boshladi. Oxirgi 3-4 daqiqa davomida SQB biroz bosimni kuchaytirganda ular zarbaga yaqin kelishayotgandi. Foul. Jasur Halimovga Alisher Yusupov o'zi uslub mana shunday. Futzal murabbiylarni ham kuzatib boradigan bo'lsangiz, o'ziga xosligi bor. Har bir murabbiyni, jumladan Alisher Yusupov ancha asabiy tarzda bahsni kuzatib boradi. Ramirez. Akbar Usmonov o'ng oyoqqa to'g'riladi, zarba berdi. Tezda to'p o'yinga kiritib yuborildi. Norqulov ochilyapti, Norqulov to'pni qabul qildi. Unga qarshi o'ynagan esa Mateus Francisco vaziyatni bartaraf etdi. Nima bo'ldi hozir? Belgilangan vaqtdan ko'proq sarflab yuborishsa kerak to'pni o'yinga kiritishga. To'p o'yinga kiritilgan zahoti hushtak chalib bo'linganda, markazdagi zo'r ochilganda sherigi Nasaf o'yinchisini zarbasi muvaffaqiyatli emas. Mateus Francisco Usmonov.
Nasaf hozir to'p bilan. Norqulov. Uzoqlashib ketib qoldi to'p. Keskinroq o'ynaldi bu yerda. Nasafda foullar soni ko'payayotganga o'xshaydi. Bu borada ozgina ehtiyotkorlikni esdan chiqarmaslik zarur. To'p o'yinda saqlab qolindi. Ortga qaytarildi. Yana bir foul. Yana bir bora qoida buzilyapti Odiljon Asomov. Bilmadim. Albatta hazilomuz fikr, lekin Alisher Yusupov har bir o'yindan keyin bir rol Lorga murojaat qilsa ham kerak balki. Guto. Sviridov qarang, jingina kuzatyapti. Yonida Artur Yunusov o'tiribdi. Alisher Yusupov esa ovozi eshitilyapti. Yaxshigina. Uzoqlashdi to'p. Endi SQB o'yinchilari qoidani buzishyapti. Shoshma-shosharlik. Ajoyib bo'ldi hozir. Mamasharif Halimovning ustiga minib olishga ozgina qoldi Doniyor Seydahmetov. Asomov uzoqlashib ketdi to'p. Birinchi taymning yarmidan o'tdik. Qiyinchilikka duch kelyapti SQB ham Nasaf ham bir-biriga ancha munosib jamoalar. Ayarov faol tarzda qo'lini ishga solyapti, lekin qoidani buzmagan holda.
Darvozabon hozir to'pni qo'ldan chiqarib yubormoqda. Halimov darvozabon bilan himoyada turgan o'yinchi bir-birlarini tushuna olmay qolishdi yoki eshitishmadi. Diqqat qiling, mana Akmal Hazratqulovdan to'p kelyapti. To'pni ushlayman deb urilib ko'rgandi, lekin darvozabondan oldinroq Hasanbek Vafoyev to'p tegdi. Ropiyev bahsga qo'shilyapti. Beshinchi o'yinchi sifatida Akmalning o'zi oldinga chiqib ketdi. Mana bu xato. Uzoqdan zarba berish mumkin, lekin vaziyat qo'ldan boy berildi. Akmal Hazratqulov vaziyatni bartaraf etdi. Nimaga? Nima uchun hozir ixtiyor Ropiyev orasidan tepib ko'rsa bo'lardi-ku. Tajribasi bor. Kecha yoki o'tgan kuni futsalga kirib kelgan inson emas. Darvoza bo'sh edi. Akmal Hazratqulov 5-o'yinchi sifatida oldinga chiqdi. Sherigi to'p uzatishda noaniqlikka yo'l qo'ydi. Shu boshidan namoyish etilganda shu. Mateus Francisco. Chaprog'ida Akbar Usmonov bor. Mateus o'zi yo'nalishda davom etyapti. Asomov to'p bilan oldinga o'tib ketgan Ropiyev bor. Ropiyev o'ziga yo'l ochib olyapti, lekin Mateus Francisco ortga qaytishga ulgurdi. Sviridov zaxirada o'tirganlarga ko'rsatma berishni boshladi. Qordan to'p yetkazilyapti, noaniq. SQB to'pni egallab oldi. Akbar Usmonov o'rtada bo'shliq bor. Shundan foydalandi Akbar qoyilmaqom tarzda. Faqat keyin hujum rivojlanmadi. Ramirez. Mana bu zarba Akbar Usmonovga tegishli. Lekin noaniq. Xo'sh, takroriy lavhani ko'ramiz. Olanbek Sho'rabek o'g'li bu ham e'tiroz bildirib qo'ydi, chunki hozir darhaqiqat Nasaf o'yinchilari Akbarni yolg'iz qoldirishdi. Hazratqulov Ramirez bilan o'ynadi. Baribir bilinadi. Texnika namoyish etishga, dribling ko'rsatishga xayrixoh ekanliklari. SQB tarkibidagi xorijliklarda kecha ham shunga o'xshash holatlarni ko'rgandik. Nasaf vaholanki mavsum boshida yetakchilar bilan bir qatorda borayotgandi. Ochkolar bir xil bo'lgan paytlari bor edi, ya'ni farq qilsa bir ikki ochkoga. Ixtiyor Ropiyev o'zi hal qilishga urindi va Akmal Hazratqulov vaziyatni bartaraf etdi. Jasur Halimov yana bir foul.
Ropiyev maydon markazida u axir zarba bergan o'yinchi edi. Qaytayotganda oyoq qayrilib ketdimi, kim bilandir to'qnashib ketdimi bilmadim. Mana bu hujum. Yo'q, bu emas. Mana Ropiyevning yurishi, chap oyoqqa berilgan zarba, Akmal to'xtatdi. Keyin Jasur Halimov yetib keldi. 6 daqiqa 15 soniya bor. Ramirez ulgurdi to'pga. Ramirez zarba ham berdi. Lekin Ramirezning zarbasi noaniq. Mana bu yerda esa Jasur Halimov hisobni ochishi mumkin edi. Juda yaqin keldi Nasaf. O'tda yaqin keldi Nasaf. Ishtiyoq ortdi, qo'shdi Nasaf hozir. Yana bir zarba Akmal Hazratqulov qutqaryapti. Bunga ham oson emas. O'zgarishi bosim bor Shohrux Norqulovning zarbasini ko'rdik. Boya aytib o'tdim. Akmal asli Qarshi shahri farzandi. Maqsad Qarshi shahrida bo'lib o'tyapti. Sobiq jamoasiga qarshi ona shahrida o'ynamoqda. Time out oling. Bereli qattiq blok turdi. Agar mana bu qattiq o'rniga chiqsa kiraga o'chirmaydi. O'zi o'ziga idaniga. Oddiy ikki kira ochil, kiraga, burchakka, tushunaymi? Burka emas, ikki kiraga. Kiraga o'chirsan. Davom etadi bahs. Oxirgi zarbani ko'rmoqdamiz. Norqulov. Ulambek Cho'rabeko'g'li darvozabon. Qanotdan qanotga Halimov. Norqulov o'ng tomonda. To'p chiqib ketdi. Yana bir zarba. Noaniq ketyapti. Nazarimda oxirgi daqiqalarda yuzaga keltirilgan vaziyatlar, bergan zarbalar natijasida qaysi ma'noda Nasaf golga haqliroqdek.
Chunki bir necha bor seyvlarni namoyish etdi Akmal Hazratqulov. To'p o'yinga kiritildi. Payaro. Seydahmetov o'ng tomonga tayanch oyog'ini tashlab qo'ydi. To'p esa chaproqqa keldi. Hech narsa qila olmay qoldi. Noaniqlik. To'p uzatishda sal qoldi. Emerson to'pni egallab olishiga va Payaro egalladi. U yog'i qanday kecharkin, Payaro ham saqlab qola olmadi. Sariq kartochka Gudoga. Jasur Halimov bahsini davom ettiradimi yoki yo'q? Alisher Yusupov ham e'tiroz bildirib ko'rdi. Mana bu vaziyat yuzaga kelgandi. Lekin Gutoni juda keskin tarzda ayblab bo'larmikin bu yerda? U qaytarishga harakat qildi. Jasur Halimov zarba berishga to'siq sifatida qo'ydi Guto. To'pga oyoq qo'yganga o'xshab tuyuldi. Outga chiqarib yuborildi to'p. 3 daqiqadan sal ko'proq vaqt bor. Payaro atayin ortga qaytardi to'pni. Mateus Francisco. Payaro! Olanbek Cho'rabek o'g'li qutqaryapti. Darvozaga teskari holatda edi. Payaro birdaniga o'nglanib oldida zarbani amalga oshirishga ulgurdi. Mateus Francisco bu ham kurashyapti. Himoyadan anchagina mustahkam, lekin tez-tez hujumga ham yordam beradigan o'yinchi. Boyagi vaziyat. Bir lahzaning ichida o'nglanib oldi. Emerson chiqib ketdi. Mateus Francisco o'yinda, Ramirez bahsga qo'shilyapti. Yana kim bor? Payaro bor, 4-o'yinchi qani? Bu Akbarmi? Ha, bu Akbar Usmonov. Akbar yo'lda davom etyapti. Ixtiyor Ropiyev to'pni qoldirdi. Ikkita variant bor ikki tomonda. Ixtiyor zarbasi. Akmal Hazratqulov qaytardimi yoki yo'q bilmadim. Yoki to'p tashqi tomondan tegdimi? Menga hozircha qorong'u. Menimcha qaytara olmadi Akmal. Shunchaki to'p tashqi tomondan tegdi shekilli. Yo'q, qaytargan ekan. Ha, mana nima uchun Akmal?
xuddi bir endi darvozabonlarda uchrab turadi. Epizodni yutib chiqsa ham katta yutuqqa erishgandek nishonlashadi. O'zi bu ham bitta yutuq aslida. Bir yarim daqiqa. Kunning birinchi o'yini durang bilan tugadi 2-2. Kunning ikkinchi o'yini durang bilan tugadi 2-2. Kunning 3-chi o'yini birinchi taymni durang bilan tugash arafasida 0-0. Boy vaziyat. Ha, Akmal qaytargan ekan. Sezib qolishdi, payqab qolishdi. SQB yaxshi hujum tashkil etayotgandi. Akbar Usmonov to'pni Ramirez tomonga yetkazib berayotgandi. Lekin o'rtada Ixtiyor Ropiyev paydo bo'ldi. Hozir nima bo'ldi? Qaysi tomon menimcha time out oldi. Пас пора. Пас, хорошо. Пас. Возвращаем. Vuelvas пас. Busca línea. Нет, нет, О, но. нет, скажи, если удобно, пусть бьет. Puedes marcar Если también. нет, если видишь, что здесь по-любому он с тобой, вот этот пас, хорошо? Busca esa línea del pasillo. Vamos, vamos, vamos. Emerson, Mateus Francisco, Akbar Usmonov va Payaro menimcha. To'p o'yinga kiritildi, juda noaniq. Bu yerda ham chiqib ketyapti to'p. Yaxshi pas bo'ldi. Ropiyev raqibga teginib ketgandi, lekin Ramirez bu yerda full ishladim deb o'ylagan bo'lsa, bu fikrga shu vaziyatga juda yaqin turgan Umid Po'latov mutlaqo qo'shilmadi. Negadir to'pni o'yinga kiritishga shoshilishmayapti. Anasxon Rahmatovni ko'rdik. Anasxon o'yin boshidan beri unchalik ko'zga tashlanayotgani yo'q edi. Rahmatov, Ropiyev, qanotga bu yerda Mamasharaf Halimov. Ropiyev, Halimov oldinga qarab ketyapti, qabul qildi, kurashyapti, oxirgacha saqlab qoldi. Rahmatov ortga, Ropiyev, Ulanbek Cho'rabek o'g'li, yana Halimov, jamoa sardori Halimov. Rahmatov ochilyapti, Rahmatov yo'liga to'g'rilab oldi. Rahmatov yo'lda davom etadi. Rahmatov zarba berdi. Endi hujum qilish navbati SQB vakillariga. Anasxon sal kechikdi zarbasi. Ortga Anasxonning zarbasi kuchli, noaniq.
10 soniyacha vaqt qoldi. Sal ko'proq bo'lishi mumkin. Ropiyev kurashyapti. SQB vakillari to'pni egallashdi. Juda hozir Ramirez. Mateus Francisco 5-raqam egasi. Ropiyevdan to'pni olib qo'ygan o'yinchi ancha faol himoyada, juda mustahkam. Zarba noaniq. Va endi shu bilan tugasa kerak. 5 soniyada hujum tashkil etishga ulgurishadimi yoki yo'qmi? Bo'ldi qadrli do'stlar, birinchi taym yakuniga yetdi. Bilib turibdi hech narsa o'zgarmasligini. Natijada SQB ham Nasaf bahsida birinchi taymdan keyin hisob ochilmadi. 0-0 tanaffus.
Muhtaram do'stlar, biz yana Qarshi shahridagi Geolog sport majmuasiga qaytdik. Bu yerda futzal bo'yicha mamlakat chempionati birinchi davraning 4-tur uchrashuvi, birinchi davrani yakunlab beradigan bahs, ya'ni 4-tur o'yinlardan biri. Bugun kunga belgilangan bahslarning so'nggisi. Haftadan endi mana bu taymda nimadir o'zgarmasa, bugun kun durranglar kuni deb e'lon qilinadi shekilli. Chunki birinchi bahsda 2-2, ikkinchi bahsda 2-2 va mana bu o'yinda hozircha 0-0 olisdan berilgan zarba, hisob o'zgargani yo'q. Eslatib o'taman, SQB jamoasi, ya'ni Sanoat qurilish banki jamoasi Nasafga qarshi bahsda ishtirok etyapti. Hozircha hisob ochilmadi. Tarkiblarni yana bir bor yodingizga solib o'taman. Endi Nasaf darvozasi ekranimizning o'ng tomonida. Darvozada birinchi raqam ostida Ulanbek Chorobek o'g'li, ikkinchi Anasxon Rahmatov, 4-ixtiyor Ropiyev, 9-Jasur Halimov, 17-chi Shohruh Norqulov. Bu birinchi to'rtlik edi. Zaxiradagilar darvozabon 12-chi Jasurbek Rizbonov, 16-chi Bektemir Mahmadostov, 6-chi Xurshid Rahmonov, 8-chi Yerjan Baktabekov, 10-chi Mamasharif Halimov, 11-chi Asilbek Vafoyev, 13-chi Quvonchbek Jahonov, 14 Odiljon Asomov, 15 Samandar Rizoyev, 18 Sanjarbek Elmamatov. Bosh murabbiy Alisher Yusupov. SQB tarkibi 12-chi raqamda darvozada Akmaljon Hazratqulov, 5-chi Mateos Fransisko, 7-chi Akbar Usmonov, 9-chi Dilmurod Shavkatov, 22-chi Ramirez. Zaxiradagilar 1-chi Ravshan Iliboyev, 10-chi Sebastian Majayev, 11-chi Kristian Berrio, 10-chi Suhrob Rozmetbayev, 17 Doniyor Seydahmetov, 19-chi Gustavo Machado, Guto deb yozib qo'yilgan. Yelkasiga 20-chi Emerson, 21 Amal Uvraimov, 30-chi Payaro. Jamoa bosh murabbiy Konstantin Sviridov. Bahsni boshqarib borayotganlar esa Anatoliy Rubakov, birinchi hakam Umid Po'latov, ikkinchi, uchinchi hakam Davronbek Akmalov. Vaqt uchun mas'ul bo'lgan hakam esa Sardor Sodiqov. Hazratqulov oldiroqqa chiqyapti. Birinchi taymda bunaqa chiqish sal qolganda qimmatga tushishiga o'zi tepib ko'rdi bu safar. To'p maydonda Anasxon Rahmatov muvaffaqiyatli tarzda raqibni to'xtatayotgandi. Bu yerda ham
Braziliyaliklarning kechagi bahsda Dinamoga qarshi bahsda juda ko'p fintlari o'xshayotgandi, juda ko'p kombinatsiyalar muvaffaqiyatli chiqayotgandi, lekin bugungi bahsda emas. Nasafning hujumi to'p qolyapti mezbonlarda, aslida nominal mezbon SQB. Rahmatov. Akbar Usmonov. Bosim ostida hozir SQB o'yinchisi Cristian Barrio chiqib ketishga harakat qilyapti. Ramirez bilan o'ynashga qaror qildi. Kimdan chiqib ketyapti to'p? SQB vakillaridan chiqib ketyapti deb qaror qabul qilindi. Mateus Francisco ortga qaytishiga to'g'ri keldi. Out, to'p o'yinga kiritildi. Endi burchak zarbasi bor. Ixtiyor Opiyev bu ishni ham amalga oshirish kerak. Kirib ketdi-yu menimcha to'p. Yoki kirib ketmadimi? G'ayrioddiy bir trayektoriya bilan to'p borgandi. To'p chiziqni kesib o'tganga o'xshab tuyuldi. Hozir SQB vakillari hakamlarning oldiga borib olishdi. Ichkariga kirdimi yoki yo'qmi? Endi futbolimizda var yo'q. Takror lavhani ko'rsak yaxshi bo'lardi, ammo ko'rsatishmayapti. Akbar Usmonov, Umid Po'latov. Bahs davom etmoqda. Taqdirga tan berishga to'g'ri keldi Akbar Usmonov. Mana. Yo, bu tasvirdan ko'ra olmaymiz-ku. Darvozaning narigi tomonda ham ayqir kamera bor edi, adashmasam yuqoridan ham tasvir bor edi, yirikroq tarzda ko'rsatadigan. Chorobek nima bo'lganda ham Ulanbek Chorobek o'g'li golmidi, golmasmidi buni. Mana bu kameraning tasviri yo'qmikin?
Bilmadim u yerda gol bo'ldimi yoki yo'q, ammo Ulanbek Cho'rabek o'g'li diqqatni qo'ldan chiqarib yuborgandi. Mamasharif Halimov chiqib ketdi vaziyatdan. Sherigiga ham aniq tarzda yetkazib bera oldi. Ramirez. To'p maydon tark etdi. Topildimikin boyagi tasvir? Hazratqulov. Tushunamiz, to'g'ri, maydonda Nasaf harakat qilyapti. Lekin boyagi tasvirni ko'rsak bo'lardi. Kirib ketmadimi to'p? Ammo bir narsani inobatga olish kerak, aldamchi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni to'p sakrayotgan bo'lsa, sakragan holatda bizga chiziqning ichkariga kirib ketgandek ko'rinayotgan bo'lishi ham mumkin. Ammo yana bir narsa, to'pning trayektoriyasidan kelib chiqqan holda kirmaganga ham o'xshab tuyuldi. Chiziqning narigi tomoniga o'tgandek tasavvur ham beryapti. Biroq, bilasizmi, ustunga tekkan to'p ko'pincha ortga qaytadi, ichkariga qarab ketish ehtimoli past. Xullas, gol inobatga olinmadi. Bo'ldi, buni ortiqcha muhokama qilib o'tirmaymiz. Aniq-tiniq tasvirda ko'ra olmadik baribir. Darvoza ortidagi kameradan tasvir namoyish etilganda balkim baho berishimiz ancha osonlashgan bo'larmidi. Bo'lsa namoyish etishar. Guto! Oho! Hozir Gutoning balkim goliga Dilmurod Shavkatov xalaqit qilib qoldi. Akmal Hazratqulov. Ropiyev, Halimov, Emerson to'pni egallab olgandi. Нет, поддержка, да, aka? Ramirez. O'rtaga pas. Kimdir chiqishini kutganda bu yerda Parayo. Payaro. Lekin hech kimga yetmadi. Yetib bormadi.
Yaxshi, hozircha kombinatsiya. Oh, kutilmagan harakat bilan zarba berdi Mamasharif Halimov. Christian Berio. Mateus Francisco. Mateus ortga chekinyapti. Ropiyev uni ta'qib qilmoqda. Mateus tavakkal bo'ldi to'pdan tezroq qutulish uchun. Noaniqlik. Outga chiqib ketdi to'p. Bugun OKMKning ochko yo'qotganidan xursand bo'lishgandir SQB o'yinchilari, balkim xuddi shuningdek Oilstar ham. Lekin SQBning o'zi ham ochko yo'qotadiganga o'xshaydi bunaqa ketishda. Otilib ko'rdi to'p uchun Akbar Usmonov, yeta olmadi. Yaxshi imkoniyat. Endi qarshi hujum. Anasxon Rahmatov ketyapti. Jasur Halimov chaproqda va bu yerda zarba bilan Akmal Hazratqulov qutqaryapti. Anatoliy Rubakovga Artur Yunusov hamda Konstantin Sviridov bir-birlariga e'tiroz bildirishni boshlashdi. Yana bir imkoniyat va Nasaf baribir maqsadiga yetishdi. Ixtiyor Ropiyev nihoyat yaqinroqdan qarshiliksiz zarbani amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yaqin masofadan darvozani ishg'ol etdi Akmal Hazratqulov necha marotaba qutqardi u ham, lekin bu safar to'p o'tkazib yubordi. Zo'r hujum tashkil etishdi. Xotirjamlik bilan to'p chapga yetkazib berildi. Mana qarang, zo'r o'ynadi o'zi ham Jasur Halimov. Atayin o'tkazib yubordi hozir Jasur Halimov. Mana shu to'p o'tkazib yuborilishiga chalg'ib qolishdi SQB o'yinchilari. Ropiyev esa kuchli zarba bilan nihoyat to'pni darvozaga joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Biz takror lavhalarni ko'rayotganimizda, G'ulambek Cho'rabek o'g'li hozir darvozaga qarab ketayotganda to'p. Ropiyev o'zini ushlab yotibdi. Maydonning o'zida unga yordam ko'rsatilmoqda. Qarang, G'ulambek Cho'rabek o'g'li Dilmurod Shavkatov bilan to'qnashdi. Qarang, to'p qoldirilyapti. Shavkatov bilan to'qnashdi, o'rnidan turib yana yugurishda davom etdi va qaytardi Gutoning zarbasini.
Mana Sora Ahmatov Dilmurod Shavkatovni yiqitdi. Shavkatov. Emerson. Va to'p darvoza to'riga borib tushyapti 1-1. Standart vaziyat qo'l keldi. Endi hozir pala-partishlik pand berib qo'ydi Nasaf jamoasiga. Hisob yana tenglashmoqda. Tenglik. Guto, qani demoqda. Mana o'sha gol. Birinchi zarba. Endi gol. Xo'sh, biz takror lavhani ko'rayotganimizda xavfli vaziyat ham bo'libdi shekilli. Hujum ketdan hujum. Out. Yana bir vaziyat. Yonishni boshladi yana maydon, xuddi birinchi taymda bo'lgani kabi. Ana Sora Rahmatovning aniqlik darajasi zarba berish chog'ida ancha yuqori. Yana bir zarba. Akmal to'pni egalladi. Hazratqulov darhol o'ngroqdagi Emersonni ta'minladi. Markazga yuryapti Emerson. Hozir menimcha yaqinroqdagi Akbar Usmonov bilan o'ynagan osonroq edi. Sal qoldi to'pni oldirib qo'yishlariga, murakkabroq harakat amalga oshiraman deb. Out. O'tib ketdi to'p. Topiyev yetib bora olmadi.
Jasur Halimov. Oho, Akbar Usmonov. Ochiq oydin raqibni qo'l bilan turtib yuborish emasmikin? Yo'q, Jasur Halimov emas ekan. Bu Anasxon Rahmatov. Terma jamoa vakillari borib Artur Yunusovga urilishdi. Ha, mana bu ochiq oydin qoida buzishga o'xshadir, lekin Rubakov yo'q dedi. Yo'q, uzr so'rayman. Foul berildi mana. Akbar Usmonov raqibini surtib chiqarib yubordi. Hujum davom etadi. Pas! Voy, oyog'ini qo'ysa bo'ldi edi-ku. To'g'ri qo'ysa bo'ldi edi-ku Norqulov. Qanday imkoniyat edi-ya? Juda kuchaytirib yubordi Olanbek Chorabekova. Saqaba to'pni egallayapti. Darvozabon berib yuborsa bo'ladi Halimovga, sal kechikdi nazamda yetkazib berishga. Usmonov ortga qaytardi. Akmal Hazratqulov. Mana imkoniyat, Baryo. Avvallab to'p uzoqlashtirildi. Hozir 5 kishi bo'lib hujumga o'tish mumkin bo'lgan vaziyat, lekin yaqqol ustunlik yo'qdi. Shunisi ham bor. Ko'pincha yaqqol ustunligi bor, lekin natijaga erisha olmayotgan jamoalar o'yin oxirida 5 kishi bo'lib hujumga o'tadi yoki bo'lmasa mag'lubiyatga uchrayotgan tomon 5 kishi bo'lib hujumga o'tadi. Hozir esa unaqa holat yo'q. Sevasem Majayev o'yin boshidan beri endi ko'rishni boshladik buni. Majayev to'pni qaytaryapti. Halimov zarbaga chog'lanib turganda Jasur Halimov, lekin Norqulov yetkazib bera olmadi. Raqib xalaqit qildi ochiqroq, to'g'rirog'i. Time-out olindi.
mana shu yersan. Bu ketmasa o'rtaga trasslarga tushunami? Qattiq tushuntiramiz. Anasi shoxdan o'darga tushuntiramiz. Qarshi agar bek yo'qsa, ha, anasi to'xtalib tushunami? Mana ixtiyor. Ixtiyor mana yerdasan. Shoxdan yersan, yerdasan, tushunami? Yo'q, birinchi ixtiyor mana borasan. O'rtaga o'chirasan, bu yerga aytib ko'r, tushunami? To'rt 25. Qolgan vaqtimiz 4 daqiqa 25 soniya. Rahmatov to'pni darhol o'yinga kiritdi. Ropiyev uning zarbasi bilan to'p chiqib ketdi. Akmal Hazratqulov out, to'p chiqib ketib bo'ldi. Shavkatov Dilmurod Shavkatovning zarbasi o'ng qanotda paydo bo'ldi, to'pga zarba berdi. Noaniq ketdi. Bu yerda unga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan Ropiyev tayyor pas berib qo'ydi, o'zi istamagan holda. Xo'sh, zarba bormi? Bor. Juda kuchli Norqulovda zarba, lekin juda noaniq. Mojayev ulgurmaganda, Sebastian ulgurmaganda. Reaksiyani ko'rdingiz, hozirgi hujumga yaxshi kadr namoyish etib berishdi. Akmal o'zi zarba bermoqda. Bugun zarbalarim unchalik muvaffaqiyatli chiqmayapti. Kecha Dinamoga qarshi bahsda zarbalari aniq edi. Garchi gol bilan tugamagan taqdirda ham, darvozabon qaytargan taqdirda ham, lekin zarbalari aniq edi. Yeta olmaydi bu to'pga Dilmurod. Baribir tashakkur aytib qo'ydi jamoadoshiga Shavkatov. Bu foul. Yo'q deb uqtirmoqchi bo'lyapti. Majayevmidi bu? Sebastian Majayev. Lekin menimcha Sebastian ulgurmadi va haqli ravishda Rubakov hushtakchan. Xo'sh, kim tepadi? Norqulovning o'zi kelyapti. Norqulov zarbani amalga oshirdi. Jonli devorda turganlardan biriga to'p tegdi. Halimov juda noaniq. Balkim Ropiyevning qanotdan hujumga o'tishini kutgandir. Ulanbek Chorobekoğlu. Chorobekov deb yozib qo'yilibdi. Rasmiy qaydnomada esa Chorobekoğlu. Juda bir-biriga munosib jamoalar. Xo'sh. Yo'q zarba. Zarba bor-ku, lekin gol yo'q. Ya'ni bartaraf etildi o'sha zarba. Halimov aniq tasdid yetkazib beryapti cherigiga. Ixtiyor Ropiyev o'zi ham sal sirg'alib ketib qoldi.
Ropiyev egallab olgandek edi. Ropiyev to'pni egallagan paytida uni tortib qolishdi shekilli. Va Po'latov hushtak chaldi. Tarkibni biroz o'zgartirib olishdi jamoalar. Halimov, Rahmatov, Halimov. Keyin esa Halimov qoidani buzyapti. Sariq oladi buning uchun. To'g'ri, Rubakov necha marotaba kechirdi. Boya follar berdi-yu, lekin ogohlantirayotgani yo'q edi. Hozir sanab o'tdi. Mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda kechirdim. Endi raqibning yuziga zarba ham berib yubordi. Endi atayin emas, u jarayonda ildamlab o'taman deyishga harakat qildi-yu, bexosdan bo'lsa ham raqibning yuziga zarba berib yubordi. To'g'ri qildi Rubakov. Time-out yakuniga yetdi. Lekin Sviridovning 3-marotaba hushtak chalinmoqda. Sviridovning ko'rsatmasi sal cho'zilib ketdi. Besh kishi bo'lib hujumga o'tishni boshladi. SQB jadvaldan kelib chiqqan holda g'alaba zarurroqdek ko'rinadi. Chunki SQB Maqsad Dilmurod Shavkatov hozir qabul qildi chap oyoqda, o'ng oyoqda darhol aylanib olib zarba berdi. SQB hozir nima bo'ldi? Alisher Yusupov Anatoliy Rubakov bilan talashib tortishyapti. Xo'sh, mana bu zarba. Olanbek Chorabek o'g'li to'pni egalladi. Mana imkoniyat, yo'q, to'p uzoqlashib ketdi. Agar bugun reportaj boshida aytib o'tdim, g'alaba qozonsa SQB 2-o'ringa ko'tarilib olishi mumkin edi. Endi 2-o'rinni shartli ravishda aytamiz, chunki OKMK bilan ochkolar bir xil bo'ladi. 2-3 o'rinda turgan bo'lishardi, All-Stardan o'tib ketishardi. Ana endi holat shunaqaki, OKMK ochko yo'qotdi. SQB ochko yo'qotishga yaqin kelmoqda va All-Star bundan foydalansa, yaqqol 2-o'ringa chiqib oladi. Mana imkon Nasafda. Va Akmal Hazratqulov qutqaryapti. U yo'nalishni o'zgartirib yubordi. Agar u teginmaganda Norqulov bo'sh qolgan darvozga to'pni kiritardi. Asilbek Vafoyevning zarbasidan keyin kamera kech qoldi hozir bu yerda. Agar hozir gol urganida Nasaf, SQB bir ochko u yoqda tursin, hech narsaga erisha olmay qolib ketishi ham mumkin edi. Juda qaltis hozir. Mateus Francisco darvozada hech kim yo'q bo'lganida raqibni aldashga kirishib ketdi. Oldirib qo'yganda darvoza bo'sh edi. 30 soniyacha vaqt qolyapti. Akbar! Yo'q, Akbar emas ekan, bu Dilmurod Shavkatov. Bilmadim, u shu nuqtadan o'tkir burchakdan
to'pni darvozaga tushira olganida bu fantastika bo'lardi. Fantastik zarba bo'lardi. Darvoza bo'sh narigi tomonda kimdir tepadimi? Tepilgan to'p, lekin qoyil. Mana shu o'yinchi menga juda yoqyapti. Mateus Francisco necha marotaba o'yinni kuzatayotgan bo'lsam, bu fol. Bu fol. Jasur Qalin sarig'i bor. Mama Sharif Qalimov tushdi o'rniga. Bo'ldi shekilli. 5 soniya. Ulgursa Nasaf ulgurar hujumga. Bosh bilan zarba. Bo'ldi. Bugun 3 ta o'yin. Endi hech narsa o'zgarmaydi menimcha. 3 ta o'yin uchalasi durang bilan tugamoqda. Dastlabki ikkitasi 2-2, so'nggisi 1-1 ga o'xshamoqda. Xo'sh, vaqt tugamaganmidi? Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, tugadi. 1-1. Ha, qadrli do'stlar, bugungi kungi bahslar juda maydonda to'qnashuvlarga, kurashlarga boy tarzda o'tdi. Jamoalarga rahmat. Ha, balkim SQB muxlislari, SQB jamoasi vakillari 2 ochkoni qo'ldan chiqarib yuborganlardan juda xafadurlar, lekin bugun Nasaf mag'lubiyatga haqli o'yin ko'rsatgani yo'q. Buni ham aytib o'tish kerak. Nasaf mardonavar kurash olib bordi. Nasaf qayerdadir g'alaba golini urishga yaqinroq kelgan paytlar ham bo'ldi. Aslida bunaqa holat ikkala jamoada ham kuzatildi va shunchaki ikkala jamoaning ham o'yiniga muxlis